Smile Club ko'rsatuvida ha va yo'q shousi bilan Bahodir Jamolov. Marhamat. Bahodir, kayfiyatlar qalay? Yaxshi, rahmat. Yaxshi, arzimaydi, marhamat, o'tirib olishingiz mumkin. Ajoyib hamkasbimiz. Demak, bu shouning nomi Ha, yo'q shou dasturi. nima haqida? To'g'ri qilib aytilganda, ya'ni qilinayotgan ishlar to'g'ri yoki noto'g'ri haqida batafsil ko'rsatadigan ajoyib shou dasturi desam mubolag'a bo'lmaydi. Demak, mana shu shou dasturini birgalikda tomosha qilamiz. Salom. Men boshlovchingiz Bahodir. Sizlardan to'g'ri va noto'g'ri, ya'ni ha yoki yo'q shou dasturida. Bugungi mavzuyimiz, ya'ni yigitlar qizlardan qanday tanishish kerak yoxud yigitlarimiz qizlar oldida o'zini qanday tuta bilish kerak? Yigit qizni kutish kerakmi yoki qiz yigitni? Keling, bunga aniqlik kiritamiz. Qaysi biri to'g'ri-yu, qaysi biri noto'g'ri? Demoqchi bo'lganim ha yoki yo'q shou ustida. Yaxshimisiz? Rahmat. Nachamasan kelib oldingizmi? Bezovta qilib ko'rmadimmi? Deganingizdan bog'ay to'g'ri. Men ham kelganingdan xursandman. Juda ko'pdan ko'p yigitlarimiz qizlar oldida o'zini tutish madaniyatini yaxshi bilsa, lekin yana juda ko'plari esa qizlar oldida o'zini tuta bilishni yaxshi bilmaydi. Qani? Sog'lar yaxshimi? Yigitlar qizlarga chiroyli muomala madaniyatda bo'lmoqi lozim. To'g'ri qilib aytilganda qizlarni qo'rqitish mumkin emas. Qani? Qomadilarmi? Yigitlarimiz qizlarga ichimlik uzatilayotgan paytda ularga chiroylik uzatmoq ma'qul deb bilaman. Sababi qizlar mana shunday shirin gap gadosi desam mubolag'a bo'lmaydi.